Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Rishton tumani Chek Nasriddin qishlog'ida tug'ilib o'sgan Gulnoraxon opamizning xonadonlariga keldik. Bu Gulnoraxon opamiz Bog'dod tumani Chek Tuvadoq qishlog'ida turmushga chiqib, u joyda 2 nafar qizaloqlari bor azizlar. Turmush o'rtoqlari koronavirus sababidan vafot etganlar azizlar. Hozirda bu opamiz ijara xonadonlarda turibdi azizlar. 2 nafar farzand bilan azizlar. Jigar sirrozga chalingan bu opamiz Gulnoraxon opamiz azizlar. Imkonlaring boricha ehson qilinglar. Mana shu siz saxovatpesha insonlar, mana shu oyijonimga iltimos, iloji boricha qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Otasiz qoldim, endi onasiz ham qolmang, iltimos. Otamdan ayirdim, onamga tegma, yolvorib so'rayman. Alloh. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana men jigar sirroz kasalligi bilan kasallanib qoldim. Sizlardan yordam qo'llaringni cho'zishini so'rayman. Mana shu ikkita qizalog'im otasiz yashagani, o'zim ijara uyda yurganim sababli mana shu kasallik bilan og'irlashib qoldim. Sizlardan iltimos, otasiz o'sgani yetmay, onasiz ham o'sishmasin. Sizlardan yordam qo'llaringni cho'zishingizni so'raymiz. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ado bo'lgan sen emas, meni o'zim jon bolam. Assalomu alaykum. Soat 5 insonlar. Shu qizimga yordam beringlar. Xudoyatdan jonlar sog' bo'lsin. Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay tur qiyomat. Ana aziz saxovatpesha xalqim, holatni ko'rdik azizlar. Mana shu jajji qizlarni xursandchilikka sherik bo'laylik. Yetim bo'lib o'sib turibdi azizlar. Otasizlik o'sdi, onasiz o'smasdi azizlar. Kelinglar, hammalarimiz birlashib, butun O'zbekiston saxovatpesha xalqim, avvalambor Allohdan so'raymiz, keyin mana shu saxovatpeshalardan so'raymiz azizlar. İmkoningiz bo'lsa ehson qilaylik azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, jannatda men bilan mana shunday bo'ladi, bir yetimni boshini silagan insonlar deganlar. Ana shu hadisga muvofiq ish tutaylik azizlar. Hammalarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Mana shu Gulnoraxon opamizni pastga kartalarini qo'yib qo'ydik azizlar. İmkoningiz bo'lsa ehson qilaylik. Ehson qila olmasak mana shu videolarimizni ko'p yaqin insonlarga tarqataylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.